Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafar Bimronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Timur Kapadze yana yirik futbol loyihalari markazida bo'ldi deb yozadi Sport Qozoq Zamin.uzga tayanib. Gol media xabariga ko'ra, u Indoneziya terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimiga asosiy nomzodlardan biri sanaladi. Manbaga ko'ra, Indoneziya futbol federatsiyasi 3 ta nomzodni muhokama qilmoqda. O'zbekiston Timur Kapadze, Fors terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Thomas Doll va Iroq terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi ispaniyalik Jesus Casas. Indoneziya terma jamoasi bosh murabbiysiz qolgach, federatsiya yaqin kunlarda bir qarorga kelishini rejalashtirilgan. Avvaliga murabbiy Patrik Kluivert o'zaro kelishuvga ko'ra shartnomani bekor qilgan edi. Gollandiyalik murabbiy shu yilning 8-yanvardan boshlab jamoani qabul qilib oldi, biroq uning natijalari qoniqarsiz edi. 11-oktyabr kuni Indoneziya terma jamoasi Jahon chempionati 2026 saralash bosqichida Iroqqa 0-1 hisobida mag'lub bo'lib, AQSh, Meksika va Kanadada bo'lib o'tadigan turnirga yo'llanma olish imkoniyatidan mahrum bo'lgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, Kapadze Indoneziya uchun mantiqiy tanlov. U yoshlar terma jamoalari bilan ishlashda katta tajribaga ega va O'zbekiston terma jamoasidagi faoliyati davomida u jamoaviy tartib, intizom va yuqori o'yin tempi bilan ajralib turgan. Agar kelishuv amalga oshsa, Kapadze Janubiy Sharqiy Osiyoda jamoani boshqargan ilk o'zbek murabbiylardan biriga aylanadi. Shaxsan men juda ham xohlagan bo'lardim Timur Kapadze Indoneziya milliy terma jamoasini boshqarishini. Mayli, voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, avvalroq, ya'niki bir oy oldin Timur Kapadze Tojikiston terma jamoasini va Xitoy termalarini ham boshqarishi mumkin degan xabarlar tarqalgan edi. Bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, Katanis yordamchilari Ufani sudga bermoqchi. Mutaxassislar FIFA nizolarini hal qilish palatasiga da'vo arizasi bilan murojaat qilib, ularda taxminan 350 ming yevro qarz borligini da'vo qilishgan, deydi manba Chempionat Osiyo. FIFA reytingi yangilandi. O'zbekiston bir pog'ona pastladi. FIFA 17-oktyabr kuni yangi reytingni e'lon qildi. Ispaniya yetakchilikni boy bermadi. Top 5 orasida bitta o'zgarish kuzatildi. Argentina Fransiyani ortda qoldirib 2-o'ringa ko'tarildi. O'zbekiston bir pog'ona pastlab 55-o'ringa tushdi. Oqborilar Afrika konferensiyasi bo'yicha 6 jamoa bo'lib turibdi. Demak, eslatib o'tamiz, Osiyo mintaqasi bo'yicha Yaponiya eng yuqori, 2-o'rinda Eron, 3-o'rinda Janubiy Koreya, 4-o'rinda Avstraliya, 5-o'rinda Qatar, 6-o'rinda O'zbekiston, 7-o'rinda Iroq, 8-o'rinda Saudiya Arabistoni, 9-o'rinda Iordaniya va 10-o'rinda Birlashgan Arab Amirligi terma jamoalari bormoqda. Dunyo yetakchiligi 1-o'rinda Ispaniya, 2-o'rinda Argentina, 3-o'rinda Fransiya, 4-o'rinda Angliya, 5-o'rinda Portugaliya, 6-o'rinda Gollandiya, ya'ni Niderlandiya, 7-o'rinda Braziliya, 8-o'rinda Belgiya, 9-o'rinda Fabio Cannavaro vatandoshlari Italiya, 10-o'rinda Germaniya terma jamoasi bormoqda. O'zbekiston terma jamoasi afsonasi Qozog'iston jamoasini boshqaradimi? Osiyoning 2 karra eng yaxshi futbolchisi Server Jeparov faoliyatini yakunlagach, murabbiylik faoliyatiga o'tgan edi. U bugungi kunda Oqtepa bosh murabbiyi hisoblanadi. Bir muddat Jetsuda harakat qilgan sobiq futbolchi qozog'istonliklarga bir kun kelib Olmaotaning Qayrar jamoasini boshqarishini xohlashini aytdi. Biroq unga bu lavozim osmondan tushmasligini tan olib gapirdi. Menda Qayratga yaqinlik kuchli. Bu klub tizimiga kirish qiyin. Siz avvalo nimagadir erishishingiz kerak. O'z ishingizni natijalar orqali ko'rsatishingiz zarur. Hozir keng ko'lamli izlanishdaman. Dekabr oyida UEFA A murabbiylik litsenziyamni olaman. Menda Pro Afrika litsenziyasi ham bor, dedi Server Jeparov. FIFA 2026-yilgi Jahon chempionati uchun sotilgan chiptalar sonini e'lon qildi. AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha 2026-yilgi Jahon chempionati o'yinlariga milliondan ortiq chiptalar sotilgan. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qilishicha, turnirga 212 mamlakat va hududdan muxlislar tashrif buyurishadi.
Jahon chempionati Shimoliy Amerikada 11-iyundan 19-iyulgacha bo'lib o'tadi. Musobaqada 48 ta terma jamoa har bir to'rttadan 12 ta guruhga bo'lingan holda ishtirok etadi. Ushbu mundialda debutant terma jamoalar O'zbekiston, Osiyodan va Iordaniya terma jamoalari ishtirok etishadi. O'zbekiston Superligasi Nasaf Qo'qon 1912 3-0, Mashal Xorazm 0-3, Andijon Shorton 4-3. Demak, keyingi bo'lib o'tadigan o'yinlar Sug'diyona Surxon hozircha 2-0, keyingi bo'ladigan o'yinlar 18-oktyabr Navbahor Bunyodkor, Dinamo Samarqand Buxoro jamoalari bahs olib borishadi. Turnir jadvalida birinchi o'rinda Nasaf Qashqadaryo 56 ochko, ikkinchi o'rinda Farg'ona Neftchi 51 ochko, uchinchi o'rinda Toshkent Paxtakor 46, to'rtinchi o'rinda Dinamo Samarqand 44. Kuchli beshlikni Toshkentning yana bir jamoasi Bunyodkor jamoasi 40 ochko bilan yopgan. 15-16 o'rinlarda Buxoro, Shorton jamoalari bormoqda. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.